Ro'za degan opamiz savol beribdilar. Shariatimizda o'g'rining qo'li kesiladi. Firibgarga qanday hukm qilinadi? Firibgarda alohida had belgilanmagan. Ya'ni islomda had belgilangan bir necha jinoyatlar bor. Shu jinoyatlarga shar'iy had belgilanganda aynan had doirasida unga jazo qo'llanadi. Va buni isboti ham shariat ko'rsatgan isbot bilan isbot qilinadi. Endi firibgarlikka o'xshagan ishlarga ta'zir belgilangan. Ta'zir deganda ta'zirni xalifa belgilaydi. Ya'ni haligi odamda umumiy holatiga qarab qozi bunga mana shuncha ta'zir belgilanadi deb hukm qiladi aybi tasdiqlangandan keyin. Ta'zir odatda avvallari o'sha 1 darradan tortib 39 darragacha bo'lgan. Chunki 40 darra va undan oshig'i bo'lgan hadlar bo'lganligi uchun 39 darragachasi ta'zir bo'ladi. Shuni ommani ko'z o'ngida odamlarga tanitib, e'lon qilib, firibgarlar e'lon qilib qo'yiladi. Chunki firibgarlarning zarari odamlarga umumiy tekkanligi uchun odamlarga e'lon qilinadi. Ba'zida shu narsalarni ko'pchilik tushunmas ekan, chunki oxirgi 3-4 kunlarda bo'layotgan ishlar kimdir kuzatayotgan bo'lsa, ba'zi bir firibgar odamlarni e'lon qilib qo'yganmiz. Shu firibgar, shundan ehtiyot bo'lasizlar, chunki odamlarning mollarini poymol qiladi deganmiz-da. Shunda ko'pchilikdan hatto e'tiroz ham tushdi. Birovni aybini ochsa bo'ladimi, musulmonni sharmanda qilsa bo'ladimi, boshqa degan. Hali bizda odamlarda muvozanatni tushunishmaydi. Ya'ni hukmlarni qaysi o'rinda to'g'ri qo'llashlikni tushunmaydi. O'sha kuni men qasddan bir narsani aytib ketgan edim. Shaxsiy gunohlar bo'ladi. Ya'ni bandani o'zi bilan o'zi hal qiladigan. Boshqalarga aloqasi yo'q. Aroq ichib qo'ysa, uyda bekinib o'tirib, birov kelib to'satdan ko'rib qoldi. Nima qiladi desa, e'lon qilmaydi. Hatto o'zining yon-veridagi odamlarga ham aytmaydi. Falonchi alkash ekan, yo falonchi bekinib nasha chekar ekan, boshqa ekan degan gaplar aytilmaydi. Nima esa bu shaxsiy masala. Ichsa, ichmasa, mana shu odam Alloh huzurida javob beradi. Endi ikkinchi masala bor. Birovni qizini zo'rlab yurgan bo'lsa, yosh qiz qo'rqqanidan ota-onasiga, yaqinlariga ayta olmasa, aytsang o'ldiraman deb tahdid qilib yo boshqani avrab yo yana boshqa yo'llar bilan birov shuna qilib zo'rlab yuribdi qo'shnisini. Narigi qo'shnisi shuni biladi. Nima qiladi? Aybini yashirib qo'yadimi? Yana zo'rlab yuroring deb indamasdan ko'rmaganga oladimi? Yo'q, to'xtatadi. Buni to'xtatishi vojib bo'ladi. Nimaga desa, endi bu bitta o'zi emasda, uyda bekinib olib nasha chekkan odam hech kimga qizig'i yo'q. Allohning o'zini o'rtasidagi ish tavba qiladimi, jazo oladimi? Mana shu odamdan nariyoqqa chiqmaydi. Endi boshqalarga ham yetsa, masalan, firibgarlik deyotgan narsa ko'pincha boshqa odamlarga ham ta'sir qiladigan narsa bo'ladi. Firibgar to'g'ridan to'g'ri hali o'g'riga, qaroqchiga o'xshab bir odamdan bir narsani yulib olib ketib qolmaydi-da. O'zi yulib olib ketgan odamni ham aytib qo'yiladi. Masalan, bozorda qarasangiz, birov cho'ntagiga qo'lini solib, o'g'irlik qilsa, indamay teskari qarab, men aybini yashirib qo'ydim, Alloh ham meni aybimni yashirib qo'ysin deb ketsangiz, hadisga amal qilmagan bo'lasiz, ahmoqlik qilgan bo'lasiz. Hadisga teskari ish qilgan bo'lasiz. Bitta musulmonning haqqini poymol bo'layotganini ko'rib, soqov shaytonga o'xshab indamasdan ketib qolgan bo'lasiz, gunohkor bo'lasiz. Bu aybini bekitgan degani ikkitasi bekinib olib aroq ichib o'tirganda ustidan chiqib qolsangiz, aybini bekitib qo'yib ketib qolasiz musulmonni. Lekin birovning cho'ntagidan pul olayotganda narigi odamni pulini olyapti, uni haqqini, balkim eng oxirgi pulini olayotgandir. Nech kundan beri shu pulga uydagilar zoriqib kutib o'tirgandir balkim. Siz shuni ko'rib indamay o'tib ketsangiz, gunohkor bo'lasiz, aytmaganingiz uchun gunohiga sherik bo'lasiz. Chunki siz bilib turibsiz, ogohlantirmaysiz. Endi firibgarlar degan odamlar o'g'ri yo qaroqchiga o'xshagan mard bo'lmaydi. O'g'ri bilan qaroqchida firibgardan ko'ra mardroq bo'ladi. Nimaga desa, shu borib to'g'ridan to'g'ri oladi, mabodo ko'rib qolsa, ushlab olsa, boshqa qilsa, shuni oqibatiga rozi bo'ladi-da, nima bo'lsa bo'ldi deb turib boshini qo'yib ish qiladi. Firibgarlarning yomonli joyi qo'yniga kirib, birov bilan chiroyli suhbatlashib, uni ishonchiga kirib, unga o'zini umuman boshqa bitta nusxadagi odam qilib ko'rsatib turib, haligini rahmini keltirib yo undan bir eplab o'ziga nisbatan bir bog'lanishni paydo qilib turib, uni ishonchidan foydalanib urib ketadigan odam firibgar bo'ladi. Bu narigi qaroqchi, o'g'ri, talonchi degan odamlardan jirkanchroq odam bo'ladi. Endi mabodo shu ishda Xudoning nomini o'rtaga qo'yib,
o'zini bir mazlum bir musulmon qilib ko'rsatib, ya'ni diniy tarafdan bir o'zini niqoblab olib turib, qarasang dindorga o'xshaydi, taqvodorga o'xshaydi, lekin yolg'on gapirib, eng bir past ishni qilib, ya'ni o'g'ri qaroqchi ham haligi insofli qaroqchilar katta boylarni borib o'g'irlab to'naydida, shu bilan faxrlanib yuradi. Mana men degan katta boy nima qilib odamlarni molini talon-taroj qilib boyiganida men shuni borib to'nadim deb maqtanadi boshqalarga. Endi firibgarlar judayam, aksari firibgarlar judayam siyqa bo'ladi. Eng bechora, ojiz odamlar, bo'lib ham haligi eng ishonuvchi sodda odamlardir. Yo bo'lmasam haqiqatda bir qalbi yumshoq bo'lgan mo'min ikkinchi odamni ham o'ziga o'xshab, bu ham menga o'xshab mo'minda deb hali qabul qiladigan darajada samimiy odamlar bo'ladi-ku. Shunaqa odamlardan foydalanadi. O'shuning ham bularda ahvoli juda ham jirkanch bo'ladi. Haqiqatan ojizni, bechorani, haqiqatan sovuqlarda qiynalib farzandlarimni boqaman deb yurgan bir beva ayolni, ya'ni eri yo'q boshida. Bor topgan tutganini, ya'ni oylab to'plagan narsasini yolg'ondan bir xudoning yo'lida sarflab yuborsangiz yaxshi bo'ladi deb turib bitta firibgar olib qo'ysa, juda ham qalb ezilib ketadigan ish bo'lar ekan. Haligini eshitgan odam chidab tura olmas ekan. Shuni eshitgan odamga tek qo'yib qo'ysa, tepada nima jazo beriladi deyapti-ku, so'yib yuborishga tayyor bo'ladi. Shunga shu o'tin qalab o't qo'yib yuborishga tayyor bo'lib ketadi. Haligi odamlar haligi ishni narxidan, pulidan emas, haligi ifloslik darajasini shu darajada tubanlashib ketganini ko'rganda odam chidolmay qoladi. Shuning uchun firibgarlarga nisbatan hamma yerda juda bir boshqacha qaraydi. Hatto haligi turmalarda ham firibgarni olib kelib odam o'rnida qaramasdan ularga eng past sortdagi odam deb, uni doimiy o'sha yerda qolganlarga xizmat qiladigan bir betayin odam deb qarashadi. Hatto eng rasvo jinoyatchilar yig'ilib olib turib, o'zlarining orasidagi firibgarlarni hatto o'zlaridan past sanaydi. Endi ahli iymonning orasida kirib olib turib o'zini mo'min ko'rsatib turib firibgarlik qilishdan Alloh o'zi saqlasin. Bu juda ham yomon narsa bo'lar ekan. Narsalarning guvohlari bo'ldik. Shuning uchun qo'ldan kelganicha aytib deb odamlarni ogohlantirganday bo'ldik. Kimdir rozi bo'ldi, kimdir norozi bo'ldi, kimdir jahli chiqib qarshi gapiradiganlar bo'ldi. Mayli, endi mana shu ulug' kunlarda odamlar bilan bahslashmaymiz. Har kim o'zi tushunganicha tushunadi, lekin bir mo'minda haqqi poymol bo'layotganini ko'rsanglar ogohlantiringlar. Bir odam bir ikkinchi odamni ishontirish uchun uni iymonidan, samimiyatidan foydalanib, unga yo'q yolg'on gaplarni aytib, o'zini ojiz qilib ko'rsatib, undan olgan pullarini harom xarish yo'llarga sarflatayotganiga guvoh bo'lsanglar, indamasdan turmanglar. Mo'minlarda haqqi poymol bo'lib shu kungacha keldi-da. U prezidentidan boshlab, hokimidan boshlab, sudiyalari, milisalari, налоговыйлari, hatto ko'chadagi pattachisi, balosi, battari hammasi musulmonlarni shu darajada talab to'lab oxir mana shu yerga kelgan xalqda bechora. Har bitta o'tayotgan nokas bittadan tepib o'tyapti-da bechora bu ummatda. Kim qayerdan yulgisi kelsa yulyapti. Bir zariqib qolib ishlayman, pul yo'q, qayga borib bo'lsa ham ishlayman, menga bilet olib ber desa, biletini 10 barobar ko'tarib qo'yishyapti. Ojizligidan foydalanyapti. Biladi shu bechora bormasa qiyin ahvoli, oilasi och. Tirikchiligi qondiradigan hamma yo'llari yopib qo'yilgan monopoliya qilib. Iloji boshqa yurtga borib ishlash kerak. Hamma yo'lda to'sib samolyotda boradigan qildi. Biletini bo'lsa 10 barobar qilib ko'tarib qo'ydi. Haligi eng oxirgi haqiqatda shunga muhtoj bo'lgan bechorada shuni bechoraligidan foydalanyapti-da. Eng haligi maras past ish mana shunaqa odamlarda ojizligidan, ishonchliligida, samimiyligidan foydalanib turib, ularni haqlarini suiiste'mol qilish, poymol qilish eng rasvo ish. Endi shunaqa bo'lib turgan mahalda endi bir iymonli odamlardan umid qilib, bir mo'min birodarim desa, ichida turib olib musulmonlarga o'zini musulmon qilib ko'rsatib shunaqa qilsa, bu og'ir ahvol. Buni bilgandan keyin o'zi odamlarga qiyin ekan o'zi aslida. Lekin bundan keyin odamlar sal jiddiyroq bo'lsa, shunaqangi odamlarni aldaydigan odamlarga to'xta, Xudodan qo'rq deydigan, qo'lidan ushlab tiyadigan,
birinchi ko'rgan yerida Allohdan qo'rqqin, sen nima qilyapsan deb turib unga qarshi gapiradigan bo'lsin. Yaqini bo'lsa ham, eng yaqin odamlari bo'lsa ham shunaqa bo'lsin. Agar hammasiga ko'z yumib ketaversak, endi narigi zolimlarni boshqalarni qilgan ish qola qolib, ichlarimizga kirib o'zaro ham musulmonlar orasida ham shunaqa ishlar ko'payib ketsa, ahvoli juda yomon bo'ladi. Alloh saqlasin. Kecha bir odam shunaqa qilib gapirtirdik, agar esinglarda bo'lsa, to'g'risini ayt deb, chunki u yer bu yerda yolg'on gaplar tarqatib yurgan ekan. Men juda halol odamman, meni shunaqa mashinnikka chiqarishdi degan ekan. O'zidan borib to'g'risini ayt, mashinnikmisan odamlarga deb eslatdik. Lekin o'zi chiqarib tarqatdi deyishyapti. O'zi chiqarib tarqatgan o'sha yerda bolalar uni telefonini olib, telefonidagi o'sha bema'ni ishlarini isbotlash uchun olib turib, mana deb telefonlaridan shunaqa qilgan mahalla o'sha telefoniga tortib turib, o'zining telefonidan tarqatildi. O'chirib yuboribdi u narsani. Ya'ni endi inson ekan, xato qilgan ekan, tavba qilibdi, endi bu birodarimizga yordam qilib yubormasak bo'lmaydi deb shunaqa ahvolga tushmanglar, sal solda bo'lmanglar. Shunaqa odamlar sizlarni aldamasin. Bu odam tilida tavba qildim dedi, lekin amalda hech narsa qilmadi. Ya'ni hech kimga hali 1 so'm pulini qaytarib bermadi. 1 so'mini. Qolgan puli bugungi kunda bilmadim bir. O'zbek puliga hisoblasa 1 milliard yetib qoldi. O'zbek so'miga hisoblasa. Odamlardan, ya'ni 2-3 mingta odam chamasi shunaqa odamdan. Lekin hali 1 so'm birovga qaytargani yo'q. Va qaytarishdan ham qaytaraman deb qo'ydi, lekin hali qaytarmadi. Shu narsalarni ko'rib men samimiyatiga shubha qilaman deb aytib qo'yganim shu uchun bo'ldi. Shuning uchun sal jiddiyroq muomala qilinglar shunga o'xshagan odamlar bilan. Qattiqroqday bo'ldi deb ko'yini bo'shlik qilib turib, ya'ni haqqinglarni bergan bo'lsanglar, olinglar. Ya'ni o'shanaqa odamlarning qo'lida qolib ketmasin. Muhtoj odamlar bor, bechora, rostdan Ramazonda saharlikka non topolmaydigan. Shunaqa odamlarga olib turib beringlar. To'g'risi o'sha bo'ladi. O'shanaqa mashinniklarga ham mayli endi shunaqa qilib qo'yibsiz-da, xato qilibsiz desangiz, bu mashinnikni haligi chirog'iga yog'dan quyib qo'ygan bo'lasiz, yaxshiroq alanga olib yonadi xolos. Bu islomiy bu ko'z qarash. Hozir kimdir aytishi mumkin, endi mo'min odam sal unaqa narsada bir bag'ri kengroq bo'ladi-da deb aql o'rgatadiganlar chiqsa aytamiz-da. Umar roziyallohu anhu, Alloh u kishidan rozi bo'lsin, haqni rioya qilishlikda juda ham haligi hokisor turardilar. Hech haqdan o'zini kibr qilib ustun qilmaganlar. Lekin nohaqni haqqini yedirmasligi uchun, bechora mazlumda haqqini undirish uchun shunaqa darajada qattiq qo'l bo'lganlar. Islom desa har doim ko'ksiga qo'lini qo'yib kechirasiz, rahmat deb turadigan odamga aytilmaydi. Qabihlikni, shunaqangi buzuqlikni, xiyonatni ko'rgan mahalda musulmon odamlar qattiq muomala qilishligi kerak. Shu musulmonlarda shunaqa qat'iyat yo'qolib qolgani uchun eng jirkanch haromxo'r bo'lgan, haromga botib qolib, lekin shu haromlarida haligi xolis samimiy musulmonlarni pokiza topgan mol dunyolarini haromga sarflayotganlar foydalanyapti bugungacha mana. Necha bir oxirgi asrlarda qarasangiz, butun o'sha harom xarishga sarflayotgan, hatto o'sha davlatniki bo'lsin, o'sha zolimlardagi bo'lsin, qayerdan oladi desa, o'sha eng halol pokiza topayotgan mo'min bechora ojizni pulini olib turib shunaqa qiladi. Shuning uchun bugungi firibgarlar ham xuddi o'shanaqa qilayotgan joylarida ogohlantirdi odamlar. Ko'ngillarni bo'sh qilmasdan undirib turib halol joyga sarflaydi. Tavba degani nima bo'ladi desa, insonlarning o'rtasidagi bo'ladigan muomaladagi tavba, qolgan haqqini beradi, qilgan gunohiga Robbisiga tavba qiladi. Qolgan haqqini bermasdan Robbisiga tavba qilsa, buni tavbasi samimiy tavba deb hisoblanmaydi. Ko'zbo'yamachilik deb hisoblanadi. Shu sababli o'g'rini qo'lini kesib yuboradi shu yerda, lekin o'g'irlagan narsasini egasiga undirib beradi. Meni qo'lim kesilib ketdi-yu, o'lib ketsin, endi shu 4 ta qo'y. 4 ta qo'y o'g'irlagan edim, nima bo'pti desa, "Yo'q, shu 4 ta qo'yni egasiga qaytarasan. Seni jinoyating uchun mana u qo'ling kesiladi" deydi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganda, o'g'riga la'nat bo'lsin degan payg'ambar alayhisalom. Arzimagan bitta echkini o'g'irlaydi, shuni orqasidan qo'li kesilib ketadi. Arzimagan bitta qalqonni o'g'irlaydi, shuni orqasidan qo'li kesilib ketadi. O'g'riga Allohning la'nati bo'lsin degan. Mol egasiga qaytarib beriladi, lekin haligi qilib qo'ygan
Mo'minlarning moliga qilgan xiyonati uchun butun boshli bitta qo'lini kesib yuboradi, bitta o'g'rini bitta echki uchun. Shu sababli mo'min odamning moli ham e'tiborli bo'ladi. Joni, obro'si qanchalik bo'lsa, molini hurmati ham islomda shunaqa bo'ladi. Shuning uchun ularda shunaqa talab to'nayotgan odamlarga jim turmanglar, ko'rsanglar, qayerda bo'lsa ham qaytaringlar, to'xtatinglar. Shunaqa qilayotgan hatto yaqinlaringlar bo'lsa ham odamlarni ogohlantirib e'lon qilib qo'yinglar. Chunki bechora musulmonlarning haqlari poymol bo'lmasin. Biz shuncha poymol bo'lgani ham yetadi, butun sistemni davlat bo'lib bugun poymol qilishyapti. Endi undan qola qolib mayda-chuyda ichiga kirgan firibgarlar ham oshib ketadi.